Barchaga assalomu alaykum YouTube ahli, sizlar bilan men Roshar Doniyor Gaming. Bugungi videomizda biz imperiya quramiz videosining ikkinchi qismi. Birinchi qismida uy qurmoqchi bo'lganmiz, lekin mana shu yerda video to'xtagan. Bu kimni skiniga o'xshashini kommentariyga yozib qolamiz. O'shanga javob qaytaraman. Unda videoni gapni ko'p cho'zmasdan videoni boshladik. Xo'p. Do'stlar, mana bu yerda adashmasam temirim. Xo'p. Temirim pishdi. Endi bu temirlardan o'zimga temir narsalarga solmayman. Xo'p, do'stlar, birinchi navbatda men uyimni qurib bitkazishim kerak. Hammasini aylantirib olamiz. 60 ta bo'ldi. Mana shu uyimni tarafini qilmaganman. Mayli do'stlar. Xo'p, ashitdan boshlaymiz. Mana bu yerdagi bitta issiqni olib o'tvordim. Xo'p, bitta quramiz. Shunday, kichkina bo'lib qoldi. Bunday endi bunday mana do'stlar, men ustunlarni ham ko'tardik. Endi men bularni qilib chiqishimiz kerak. Do'stlar, ro'parasi 3 stak bo'ldi. Endi men eshik qo'yib qo'yishimiz kerak. Eshik. Ana. Pam. Hop. Endi do'stlar, temir ferma qurishga Shahinjonda ko'rgandim temir fermani qurishni qandayligini. Xo'p, biz ham sinab ko'ramizmi? Mayli, sinaymiz do'stlar, biz ham sinaymiz. Sinab ko'ramiz. Mana shu buzish kerak.
Do'stlar, mana bu agrodni o'zim qurdim. Ana uni yetkazolmadim. Full set temir bo'ldim. Hammasini men o'zim shu Vivaniyada qildim. Kreativda qilmadim. Tan olaman, kreativda qilmadim. Rost gapiryapman, rost. Mana shu ekinlarni qildim. Qarasam video zapis olinmayotgan ekan. Uzr, mana shu ekinlarni qilib chiqdim. Men bitta o'raganman. Uyimni oxirigacha yetkazib qo'ydim. Ko'rib olsanglar mumkin. Hech narsasi ham yo'q. Mana sandiqlarga narsalarimni joylab chiqdim. Birma-bir qilib yerda uxladim, tun bo'ldi, chiqdim mana shu yerda. Men buni qilmoqchi edim, afsus. Bo'lmay qoldi. Tichyordim. Hop, do'stlar, keyingi video xo'sh, tamam. FPS 56 FPS mayli, yetadi bizga. Xo'sh. Do'stlar, videomiz joyiga ko'rgan bu shu joyigacha ko'rgan bo'lsanglar, like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu biz uchun juda ham muhim do'stlar. Mana shu skin kimni skiniga o'xshashini topganlar like bossin. Topolmaganlar like bossin, lekin kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Mana shu keyingi videoda mana shu qishloqni hamma joyini o'rab chiqamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Xayr.